eritma optik zichligini qo'shilayotgan reagent miqdoriga bog'liqligi ya'ni biz eritma optik zichlik A harfi bilan belgilanadi. Buni biz ya'ni eritmaning ya'ni hajmiga bog'liqligi, eritma hajmiga bog'liqligi. Demak, eritmaning hajmi V. Ya'ni V nimani hajmi? V HL. Ya'ni analitik signalni reaksiyaga qo'shilayotgan reagent hajmiga bog'liqligini o'rganamiz. Ya'ni bu ham bitta optimal sharoit hisoblanadi optik analiz usullariga. Asosiy optimal sharoitlardan biri hisoblanadi. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun biz qator masalan o'sha metal ionlarini qanaqadir reagent bilan xo'p bir bufer eritma ishtirokida, to'g'rimi? Bufer eritma qo'shish orqali reagentni hajmini o'zgartirib nima hosil qilamiz? Kompleks hosil qilamiz. Mana bu hozir bo'lgan kompleksimiz bu boshlang'ich qo'shilgan o'tgan safar bu yerdan beri qonuniga yana metal konsentratsiyasiga bog'liqligini analitik signalga bog'liqligi o'rganilsa, bu metal konsentratsiyasi doimiy bo'ladi. Reagent hajmini o'zgartiramizda analitik signalga o'zgarishini o'rganamiz. Bu ya'ni eritma optik zichligini qo'shilayotgan reagent miqdoriga bog'liqligi deyiladi. Buning uchun biz qator, demak, mana shu tartibda qator kompleks birikmalar hosil qilish uchun qanday ishlarni amalga oshiramiz? Ya'ni masalan, mana bu birinchi o'rinda jadval holatida sizlarga osonroq tushunamiz. Xo'p. Usullardan bir necha usullardan katak tizib olamiz. Endi birinchisi, demak, nomer yo'q. Demak, analitik HL. Ya'ni mana reagentni hajmi va HL. Va mana bu yerda analitik signal yozamiz. Analitik signal, ya'ni va reagent miqdorini analitik signalga bog'liqligi dedik-ku. Bu uchun biz reagentni hajmini masalan 0.1 ml boshlaymiz. 0.1, 0.2, 0. masalan 5 masalan. Hop, 0. masalan 75 o'sha olinadigan hajm ishlatilayotgan idishgan pipetkalarga ham qulayroq bo'lishi kerak. Masalan 0.1 da o'lchashimiz mumkin, 0.2 ni yoki 0.25 da ham o'lchashimiz mumkin, 0.3, 0.4 da ham o'lchashimiz mumkin osongina. Yoki 0.75 yoki 1.0 yoki 1.25 yoki 1.5 yoki 2 ml masalan. Ya'ni har bir mana shu kompleks hosil qilish uchun har bir kompleks, demak 1 2 3 4 5 6 7 8 tami. Demak bizga 8 ta, ya'ni anaqa 25 ml kolbalar kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Bundan nechta kerak bo'lar ekan? 8 ta. Demak 8 ta kerak bo'ladi. 8 ta yani o'lchov 25 ml o'lchov kolbasiga kompleks hosil qilish, shu tartibda hosil qilib olamiz va bularni qanday o'lchaymiz? Solishtirma etma nisbatdagi. Ya'ni bular kompleksligi bo'lsa, mana kompleksligi bo'lsa, endi solishtirma eritmadan nisbatan o'lchaymiz-ku biz. Ya'ni rang intensivligini solishtirib. Buning uchun
mana shu xuddi shu tartibda faqat metal bo'lmagan, lekin reagentlarning hajmi 0,1, 0,2, 0,5, 0,75 bo'lgan alohida yana solishtirib e'tibor tayyorlab olamiz. U uchun ham yana nechta kolba kerak bo'ladi? Yana u uchun ham yana mana shu kolbalarni 8 ta kerak bo'ladi solishtirib e'tibor uchun. Masalan, birinchisiga 0,1 ml oldikmi? 0,1 ml. Bunga ham 0,1 ml olamiz. Endi bunga metal, masalan, plus metal qo'shdik-ku konsentratsiya. Bunga metal qo'shmaymiz. Bufer, masalan, buferni ko'pincha 10 ml ishlatamiz yoki 5 ml. Masalan, 10 ml oladigan bo'lsak, bunga ham 10 ml qo'shamiz, bunga ham necha ml qo'shamiz? 10 ml qo'shamiz. Tushunyapsizlarmi? Endi qarang, 10,01 10,1 ml bo'ldi, to'g'rimi? Masalan, metaldan masalan 1 ml qo'shdik taxminan. 1 ml qo'shsak 11,1 ml bo'ldi. Lekin kolbamiz hajmi necha millilitr? 25 ml dan ishlaymiz. Demak, 25 ml bilan bergisigacha chizig'i bo'ladi, chizig'igacha distillangan suv bilan, demak, mana bu eritmaga plus nima qo'shar ekanmiz? Distillangan suv. Distillangan suv bilan bergisiga suyultirib olamiz. Sababi hammasini bir xil suyultirsak, ya'ni aniq ko'rinadi va xatolik kamayadi. O'zi bitta doimiy muhitda o'lchashimiz kerak. Nima uchun bu belgisigacha solamiz? Chunki reagent hajmini optik zichdlikka bog'liqligini o'rganyapmizmi? Demak, o'zgarmas son nechta bo'lish kerak? Bitta. Qolgan hamma narsa doimiy bo'lish kerak. Demak, 25 ml. Hozir mana buni tushuntiraman. Qarang, bunda mana bu yerda qanaqa? Mana bu yerda ham 10 ml bufer olasiz. Buni ham belgisigacha distillangan suv solamiz. Shunda bu bilan buni nima farqi bor? Bunda 1 ml metal qo'shilgan. Xuddi shu 1 ml o'rniga bu yerda 1 ml ortiqcha nima qo'shiladi? Distillangan suv qo'shiladi. Umumiy hajm necha bo'ldi? 1 xil bo'ldi. Lekin undagi sistemadagi metal konsentratsiyasi 1 ml ortiqcha, bu yerda yo'q o'sha narsa. Ana shu 1 ml ortiqcha bo'lgan metal konsentratsiyasi reagent bilan reaksiyaga kirishib, yangi kompleks hosil bo'ladi. Yangi kompleks bir hosil bo'ladi. Bunda hech narsa hosil bo'lmaydi. Demak, hech narsa hosil bo'lmasa, reagent o'zini rangini, tabiiy rangi turadi. Bu yerda yangi moddaning rangi. Ana o'sha ranglar, ya'ni spektrofotometrda mana buni rangini 0 qilib olamizda. Chunki buning ichida ortiqcha reagent bo'lishi mumkin-da. Yana buni 0 qilib olsak, mana bu ortiqcha reagent mana bu bilan nima bo'lib ketadi? Yeyishib ketadi-da. Farq natijasida analitik signal paydo bo'ladi. O'sha farq nimani hisobiga bo'ladi? O'sha farq mana bu metalning reagent bilan reaksiyaga kirishish natijasida yangi modda hosil bo'lganligidan bo'ladi. Agar farq bo'lmasa, demak ikkalasi reaksiyaga kirishmaganligidan dalolat beradi. Demak, xuddi shu, demak, mana bu birinchi tayyorlagan gaplarimiz tushunadimi? Masalan, ikkinchisiga oxirgisini masalan tayyorlab, qolgani ham xuddi shunaqa tartibda tayyorlanadi. Ikkinchisi, masalan, kelinglar, 2 ml reagent olamiz. 1 ml metal, 10 ml nima olamiz? Bufer. Bundachi 2 ml reagent, metal olmaymiz, 10 ml bufer. Jami buni hajmi qancha bo'ldi? 12, buni hajmi xo'p 13 bo'ldi. To'g'rimi? 10, 11, 13 bo'ldi. Bu 12 bo'ldi. Chunki 1 ml metal qo'shmayapmiz-da. Hajmini bir xil bo'lishi uchun buni ham belgisiga distillangan suv solamiz. Endi bu bilan bunda nima farqi bor? Bunda biz reagent necha ml qo'shdik? 2 ml, 1 ml metalga 2 ml. Shu 1 ml metalga 0,1 soldik. 0,1 bilan 2 atrof orasiga 20 marta farq qilyaptimi? Demak, mana bu joyda reaksiya nima bo'lishi mumkin? Yana ham intensivligi yuqoriroq bo'lishi mumkin. Va agar intensivlik yuqori bo'lsa, optik zichlik ham birinchiga nisbatan bularga kattaroq bo'lishi mumkin. Bu ishda asosiy maqsad o'sha optik zichlik qaysi hajmgacha ortib boradi, xuddi bu yerlarning bel qoniga o'xshab ortib boradi, qaysi hajmdan keyin o'zgarmay qoladi. Nimaga o'zgarmay qoladi? Sababi metal bilan reagent to'yingandan keyin metal konsentratsiyasini o'zgartirmaymiz-ku. To'yingandan keyin bo'ldi, ortiqcha qo'shgan reagentimiz reaksiyaga kirishmaydi. Bizning asosiy maqsadimiz
o'sha metal bilan reagent reaksiyaga kirish uchun reagentdan necha millilitr kerak ekan. Ana shu nuqtani topishimiz kerak. O'sha nuqtadan keyingi tadqiqot olib borish yoki metodikada analizni qo'llash o'sha hajmdan kam ham qo'shmaymiz, ko'p ham qo'shmaymiz. Ana shu nuqtani topib olishimiz kerak, maqsad shu. Buning uchun masalan qator kompleksni hosil qilishni o'rgandik. Hosil qilgandan keyin bularni analitik signal, ya'ni optik zichligini spektrofotometrda o'lchaymiz. O'lchash masalan keraklar 0.025 chiqsin birinchisi. Yo'q, bunisi masalan 0.025 ha, optik zichlik 0.025 chiqsin. Masalan bunga masalan 2 marta 0.050 chiqishi mumkin. Masalan mana bu 0.0 xo'p 95 chiqishi mumkin. Yoki 0.0 xo'p 50 chiqishi mumkin. 0. masalan 200 chiqishi mumkin. Yoki 0.240 chiqishi mumkin-da. Masalan, baribir bu oshib boravermaydi. Ma'lum bir muddatda mana bu hajm o'zgarib 240 masalan 0.230 bu pasayishi ham mumkin yoki o'zgarmay ketishi ham mumkin. Mana shu holatda olingan natijalar asosida grafik chizamiz. Bu jadval asosida ham biz xulosa qilishimiz mumkin. Masalan, mana 150 200 undan ortgandan keyin o'zgarmadi. Bu degani taxminan biz 1 ml reagentimiz uchun 1 ml metal ioni uchun 1.25 ml reagent yetmasdan yetarliligidan dalolat beryapti. Buni biz yaxshilab aniqlash maqsadida grafik chizamiz. Grafik quyidagi ko'rinishda bo'ladi mana. Grafik demak, absis va ordinat o'qlariga tegishli bog'liqliklarni joylashtirgan, ya'ni optik zichlikni optik zichlikni va HR ya'ni reagent hajmiga bog'liqligi bog'lash uchun xo'p mana shu hajmlar orqali grafik chizamiz. Bu uchun mana 0.1 dan nechigacha? 2 gacha. Demak, mana bu joyda 1 qiladigan bo'lsak, o'rtani, to'g'rimi? Mana bu joy necha bo'ladi? 0.5 bo'ladi. Xo'p, mana bu taxminan mana shu joy 2 bo'ladi, to'g'rimi? 2 bo'ladi. Mana salbiy yoqani nima qilamiz? Demak, mana bu 2 bo'ladigan bo'lsa, buni birligi nima bo'ladi? Millilitr. Yoki xalqaro nimada yozadigan bo'lsak, santimetr kub yozamiz. Endi mana bu o'rta taxminan necha bo'ladi? 1.5, 1.02. Demak, mana bu o'rta necha bo'ladi? 0.25 bo'ladi. Ya'ni mana bu 0 bo'ladi-da boshlanishi. 0.05 va 0.25, 0.5 bilan 1 orasi 0.75. Xo'p, mana bu o'rta taxminan 1.25 va mana bu o'rta 1. nechi bo'ladi? 75 bo'ladi. Ya'ni 2 gacha chizib. Agar mana bu holat 1 gacha bo'lsa 1 gacha. Ya'ni 2,5 ml gacha bo'lsa 2,5 ml gacha chizamiz. Endi bu yerda optik zichligimiz 0.025 dan nechigacha? 0.250 yoki 40 bo'lsa 250 gacha deylik. Demak, eng maksimum mana shu sohamizda optik zichligi mana shu sohada 0.250 deydigan bo'lsak, xo'p, taxminan mana bu soha necha bo'ladi? 0.125 bo'ladi. To'g'rimi? Masalan, mana bu soha 0.100 kichkinaroq. Mana bu soha 0.050 bo'ladi. 0.25 demak, mana bu soha 0.200 bo'ladigan 0.150 mana to'g'ri tushdi. 0.150 bo'ladi. Endi shuni bog'liqligi asosida grafik 0.025 ekan, 0.1 bizga 0.1 taxminan mana bu joy mana 0.25, 0.2 ga 0.050, mana 0.2 ga mana 0.50. Demak, mana bu soha bo'ladi. 0.095 0.5 ga mana 0.95 mana bu soha bo'ladi taxminan. Xo'p, 0.75 0.150 mana 0.150 mana bu soha bo'lyapti. 1 ga 0.200. Xo'p, mana bu soha bo'lyapti mana 1 ga.
Ko'ryapsizlarmi? Oshib ketyapti, to'g'rimi? Oshib ketyaptimi? Endi 1.25 ga 0.200 mana taxminan mana bu soha bo'lyapti. 1.25 ga. Endi 1.5 gacha 0.240 bo'lyapti. Mana 200. Demak sal pastroq. 0.230 bo'lyapti 2 ga. Mana ham pastroq bo'lyapti. Endi mana shu o'rtasida mana bog'liqlik grafik chizamiz. Mana qarang, bog'liq bunday chiqib, bunday o'zgaryapti. To'g'rimi? Endi mana shunday holat bo'lganda, endi bu yerda urinmalar o'tkazish orqali eng yaxshi reaksiya kirishga nuqtani aniqlaymiz. Qanday o'tkazamiz? Urinma degani eng to'g'ri chiziqli bog'lanishda o'tkaziladi. Mana bundoq. Mana bu yerda bundoq o'tkazamizda, mana bu kesishgan nuqtani to'g'ri pastga tushirsak mana. To'g'ri pastga tushirsak, demak 1.25 dan oldinroqqa to'g'ri kelyapti. Demak 1.2 yoki 1.1 atrofida, demak mana bu reaksiyamiz nima bo'lyapti? Yaxshi reaksiya ketganiga dalolat beradi. Endi biz buni aniqlash uchun, isbotlash uchun 1 bilan 1.25 o'lchagandik-ku. 1 bilan 1.25 orasida 1.1, 1.2, 1.05, yana 1 demak 0.5 va teng 1.1 va teng 1.15 va teng 1.2 lar atrofida qayta analitik signalni qilamiz. Olib qayta eritma tayyorlab o'lchab chiqamizda va mana buni aniq hajmi 1.1 mikan, 1.21 mikan yoki 1.25 mikan, uni aniqlaganimizdan keyin demak mana shu metalimiz bilan reagentimiz 10 ml bufe eritmada 25 ml sistemada 1.1 ml yoki 1.2 ml reaksiyaga nima kirishi to'liq bir-biri bilan kirishar ekan deb xulosa qilinadi. Va bu o'sha metalni optimal shu sharoit uchun optimal hajmi hisoblanadi. Tushunarlimi? Bo'ldi.